Kayfiyat va chakra. Assalomu alaykum. Motivatsiya maskaniga xush kelibsiz. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ba'zi kunlari qalbingiz yengil, ba'zi kunlari esa ichingizda tushunib bo'lmas og'irlik bo'ladi? Balki bu faqat charchoq emasdir. Balki ichki energiyangiz muvozanatini yo'qotayotgandir. Insonning kayfiyati ham ba'zan ichki energiyasiga bog'liq bo'ladi. 7 ta asosiy chakra mavjud. Ildiz chakra – xavfsizlik va barqarorlik hissi. Sakral chakra – his tuyg'u va ijod manbai. Quyosh markazi – ishonch va ichki kuch. Yurak chakra – mehr, muhabbat va kechirish. Tomoq chakra – fikr va tuyg'ularni ifoda etish. 3-ko'z – ichki sezgi va anglash. Toj chakra – ruhiy uyg'onish. Chakralar inson tanasidagi ruhiy energiya nuqtalari deyiladi. Ular insonning hissiyoti, fikri va kayfiyati bilan bog'liq deb qaraladi. Qalb chakrasi yopilsa, inson mehrni his qilishda qiynaladi. Tomoq chakrasi zaiflashsa, ichidagi gaplarni ayta olmaydi. 3-ko'z chakrasi esa o'zini anglash va ichki his bilan bog'lanadi deyishadi. Shuning uchun ko'proq tinchlaning, salbiylikdan uzoqlashing, qalbingizni eshiting. Chunki insonning haqiqiy xotirjamligi ichkaridan boshlanadi. Agar shunday mavzular sizga yaqin bo'lsa, Motivatsiya maskani kanaliga obuna bo'ling. Video montaj Sa'dullay va Roza. Ovoz va nafas va umida.